Alo. Eshitaman. Assalomu alaykum, Dilshod opami. Ha? Assalomu alaykum. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Ikkita farzandingizni, qolaversa onangizni, ikkita akangizni va yagona bitta bo'lgan opajoningizning hamda generalingiz bo'lmish onajoningizning nomidan sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Rahmat katta. Niyat qiling yomon bo'lmasin, orzu qiling armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang asta, Alloh yo'lingizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado, aziz boshingiz asrasin Xudo. Qalbingizda doimo quvvatga to'lsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya sizga yana uzoq umr, baxt, saodat, farzandlaringizning rohatini ko'rib, sihat salomat yurishini tilab qolamiz. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Ota-onamda sog'lig'ini ko'raman Xudodan. Aka-ukalarimda omadini bersin Allohim. Xizmatkorlarim baxtimga sog' bo'lsin. Niyat qilishga niyatlarga yetishdi. Ayatonim, otajonim, baxtimga sog' bo'lsin. Ishlaringizga omad, uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolamiz va yana bir bora oila a'zolaringiz nomidan sizni chin yurakdan tabriklab qolamiz. Opajon, sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Xo'p, charchamang.